nomer 1 instrument bu tradingview.com sayti. Saytni o'ziga keladigan bo'lsa, dizayniga. Bu yerda hamma kerakli narsalar oddiy va qulay. Men prosta o'zi oq foni ham bor, men qora fon qo'yib qo'yganman. Kimga nima udobniy, ko'zni otsvet qilmasligi uchun. Chap tarafida hamma instrumentlar, Fibonacci, har xil kislar, oddiy lineykalargacha mavjud. Lineykani olib, bundoq qilib maksimumdan pastga hozirgi narxga kelib qaraydigan bo'lsak, 33% narxdan pastga qulaganligi haqida ko'rsatib turibdi. Lineykadan foydalanishni ham bilish kerak. To'g'ri, sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Bu treyderlarni в основном nomer 1 instrumenti. Bu nafaqat treyderlar, balki investorlarni ham nomer 1 instrument hisoblanadi. Chunki investor ham bozorni bilishi kerak, narx qayerda to'xtagani, hozir narx qayerdaligini bilish uchun, ko'rish uchun nomer 1 instrument deb bilaman. Mana misol tariqasida hozir Bitcoin narxini aks etib turibdi. Trend o'zinglar uchun trendni chizishinglar mumkin. Trend более-менее восходящий, lekin EMAdan pastga tushib ketgan. 100 kunlik EMAda turibdi hozir. Shuning uchun ham investitsiya uchun qulay vaqt hisoblanadi. Bitcoin narxi почти 50% ga tushib ketgan. Shuning uchun ham bu instrumentdan foydalanishni bilish kerak. Birinchi o'chirda novichok 1 hafta, 2 haftami, 1 haftami, 1 kunmi ko'lab hamma mexanikasini bilib olish kerak. Keyinchalik investitsiyani bundan boshlash ayni muddao deb bilaman. Agar yana bir bora dizayniga kelib qaraydigan bo'lsak, даже mana plus knopkasini bossak, bu yerda aksiya, fond, futures, forex, kriptovalyuta, indeks, obligatsiya kabi hamma emitentlar bor. Nima sizga ko'nglingiz tutsa, qaysi bir tillami, serebromi, qaysi birini narxini bilib, narx hozir qanaqa trenddaligini bilishga nomer 1 instrument.